agar imkon bo'lsagina oilada sharoiti ko'tarsagina umuman yoshlarni alohida yashagani ma'qulroqdir. Bu men uchun. Balki hozir meni kuzatayotgan qaynanalar qanaqasiga endi o'g'limni ulg'aytirdim, kelinim meni xizmatimni qilish kerak, issiq sovug'imdan xabar olib turish kerak degan narsa tabiiy hol va bu to'g'ridir. Endi hamma o'zini harakatidan, sog'lig'idan, ehtiyojidan chiqib keladi-da. Men hali shu yoshdamanki, hamma narsani bemalol ulg'iribman, eplayapman. Meni maqsadim, meni farzandlarim baxtli bo'lishsa. Yoshlarning dunyo qarashi, yoshlarning o'zi turish, yotishi, ularni deylik taomlari, umuman muhit, o'sha bir-biriga bo'lgan munosabatda 3-chi, 4-chi, 5-chi insonlarni qarashi, kuzatishi xalaqit beradi. Agar imkon bo'lsagina alohida yashagani yaxshi.